If one teeth is a tooth and one geese is a goose, then doesn't that mean that one sheep should be a shoe? Hammamiz bilamiz, ingliz tilida ko'plik so'zlar SES qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. Ammo bularga bo'ysunmaydigan mustasno so'zlar ham bor. Bular irregular plurals deb ataladi. Bunday so'zlarga qo'shimcha qo'shish orqali emas, balki so'zlarning asosi o'zgarishi orqali yasaladi. Misol uchun, child children, mouse mice, ox oxen. Yoki bunday so'zlar ko'plik shaklda o'zgarmaydi. Ya'ni ularning ko'pligi ham birligi ham bir xil. Misol uchun, sheep sheep, deer deer, fish fish. Biz siz uchun eng ko'p ishlatiladigan irregular plural ro'yxatini tuzib qo'ydik. Siz uni bizning Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin.